Bismillahirrahmanirrahim. Bizim bugün so'zlaydiganimiz amaliyotda birinchi yoki ikkinchi dars qilishga tegishli muhim sifatlarning biri. Bu hem eng muhim sifatlarning biri. Shuning bilan birga balkim biz shu Ramazonda so'zlaydigan biz hozirlashga tegishli tashqi axloq va ichki fazilatlarning ichida belki bir Müslüman hazırlaş en qiyin olgan. Hazırlagandan keyin yani yo'qolib ketish ehtimolligi eng kuchli olgan. Xuddi alqanda cho'g' saqlash qanday qiyin olsa, buni saqlab turish nihoyat qiyin olgan bir sifat. U bo'lsa nima? Ixlos. U bo'lsa ixlos. Ixlos o'zi arabcha gap, hammamiz bilamiz. Bu alaqi ma'lum bir moddani aralashmalardan tozalab, uni sap pokiza holatiga akilish degan ma'noda, asli ma'nosi. Endi buning diniy atalg'udagi, islomiy atalg'udagi ma'nosi ibodat va boshqa yaxshi amallarni riyodan, ya'ni boshqalarga ko'rsatishdan, boshqalarga uqtirish istaklaridan va boshqa barliq dunyoviy g'arazlardan pokiza qilib, faqat va faqat Allohning roziligini ko'zlash, mushu amal bilan degan gap. Ixlos degan mushu. Endi bugungi kunda men hozir deganimdek, ixlosimizni buzadigan omillar o qadar ko'pki, her qanday bir amalni qilgandan keyin boshqalarning maqtishi yoki muayyanlashtirilishi yoki hatto o'zimizning qilgan ishlarimizni dunyoga, insonlarga bildirgimiz kelib qilish orzularimiz balki boshqa burungi tarixiy davrlarga qaraganda nihoyat yuksak bir maqom pallaga yetgan bo'lishi mumkin. Chunki bugungi imkoniyat insonlarga shuni sundi. Agar burun insonlar o'zining qilgan ishlarini boshqalarga uqtirish orzusi bo'lsa-mu, ammo uqtiradigan vositalar bo'lmaganligi uchun qilinmagan bo'lsa, bugungi kunda har bir odam buni qila oladigan bo'ldi. Ya'ni asli qilg'isi narsa imkoniyati yo'q tufaylidan qilinmagan bo'lsa, bugungi kunda bu imkoniyatga erishgandan keyin bu ixlossizlik o kadar avj oldiki, hamda bu banda bilan Alloh o'rtasidagi bir sir bo'lganligi uchun biz hech kimning tashqi qiyofatiga qarabmi, gap so'ziga qarabmi bu ixlos qilmabdi yoki riyo qilmoqchi degan hukmni chiqara olmaymiz. Ammo hammamiz qalbimizda zodi qilgan amalimiz bilan oxirgi hisobda nimani ko'zlayotganligimizni o'zimiz bilamiz. Bu faqat o'zimizga va Allohga ma'lum bo'lgan bir sir. Ammo bizning butkul amal ibodatimizning qimmatini belgilab tashlaydigan eng mohiyatli sir. Shu Alloh Qur'oni Karimda shunda deydi: "Va ma umiru illa liya'budulloha muxlisina lahuddin." Ya'ni ular, ya'ni insonlar faqat va faqat ibodatni Allohga xolis qilishga, haqdinga e'tiqod qilgan holda, yani ibodatni faqat va faqat Allohga xolis qilishga buyurildi. Ya'ni muxlisina lahuddin degani dinini uningga, ya'ni Allohga boshqa barliq riyo va istaklardan xoli holda faqat va faqat Allohning roziligini ko'zlab amal qilishga buyurildi. Faqat buni o'g'li buyurildi degan gap. Endi Qur'oni Karimda ixlos va ixlos degan so'zdan turlangan muxlis degan so'zlar nihoyat ko'p yerlarda keladi. Barliq amallarning Allohning oldidagi qabul bo'lishining eng oldingi sharti shu amalni qilguvchining qalbidagi ixlosning miqdori bilan o'rtanasib. Ixlos bormi, yo'qmi? Mana shu biz tog'ni talqon qilib o'tili, cho'lni bo'ston qilib o'tili. Agar bizning niyatimizda Allohning rizosidan boshqa bir narsa aralashib qolgan bo'lsa, bayan ixlosning ma'nosiga qaytsak, ixlos nima dedi? Ixlos bir moddaga aralashib qolgan aralashma narsalarni tozalab etib, u moddani asli saf holatiga qaytarish. Xuddi shunga o'xshash ixlos der niyatki Allohning rizosini ko'zlash degan oxirgi g'oyaga har xil sabablar tufaylidan aralashib qolgan aralashmalarni tozalab Allohning roziligini ko'zlash degan bu niyatni paklashtirish, g'uborsizlashtirish. Men bir hadisni dey, ixlosning ne kadar muhim ekanligi haqida uzun bir hadisni aytib ko'p takrorlanadigan bir hadis. Kıyametте Allah'ın aldığı üç kıl kişi keltirildi. Birisi şehit, birisi alim, yani birisi bay adam. Şehit ne iş kıldın deyip soruldu. Ben dünyada sen üçün cihat kıldım, şehit buldum deyildi. Ya sen benim razılığını gözlep şehit bulmadın. Belki sen kahraman buluşni. Başkalar beni kaltısken, kahramanken, baturken desin deyip şehit buldum. Bunu etmenler, tuzak taşlanlar dedi ve teatürü söyleyip tuzak taşlandı. La tasavvur qilinglar, cenini alqan qilib, maydonda urush qilgan bir odam yana jannat kirmayotdi. Yani shahid hisoblanmayotdi. Sababi nihoyat oddiy. Chunki u ko'zligini Allohning rizosi emas.
Yani onun niyetiga başka bir g'araz aralashib qolgan. İkincisi o alim deydi. Sen nima ish qilganding? Men bir kishilarni haqqi buyurgandim, bir alimdim degandiki, ya sen bunu Allah'ın rızasını gözlep emas, belki başkalar meni alim desinken, jiq narsani bildigan kishi ekan desinken degan mushu maqsadda qilgan eding deb o'xshashli unimi uzoqqa buyuruydi. Haligi boy keltirdi. O'xshashli men dunyoda nihoyat ko'p mol mulkimni boshqalarga sadiq qilgandim, Allah yo'lida jiq pul xarjlagandim degandan keyin, ya sen buni Allohning rizosini ko'zlab emas, balki o'zingning men sehiy ekan, nihoyat qo'li kengkan degan nomga erishmak uchun qilding, shunga erishding. Endi sen mening roziligimga erisholmaysan deb o'xshashli unimi davzaqqa buyurdi. Da o'ylab boqinglar qarindoshlar. Uchili amal yaxshi amal, uchili amal bu normalda inson ma dunyoda qila olishi nihoyat tas amallar. Birisi boy bo'lish, olim bo'lish, shahid bo'lish degan inson shu izditgan eng yuksak maqomda shu. Endi shu maqomga chiqib bo'lgandan keyin ziyon tortishdimi, ortiq ziyon bormi bir insonga nisbatan? Payg'ambar alayhisalom yana bir hadisida Alloh sizlarning tashqi qiyofatinglarga emas, balki sizlarning qalbinglarga qaraydi deydi. Menimcha bu hadisni tafsir qilsak agar, yani qalbinglarda ixlosning bor yo'qligiga qaraydi degan gap. İnsanın qalbida ya ixlos bo'ladi, ya riyo bo'ladi, yoki boshqa g'araz bo'ladi. Bu ixlos bilan to'lgan qalb bo'lsa, undan keyin bu aqidi, asqatidi demakchi. Men ixlosni bunda bir qancha turga bo'lishga tirishdim. Alloh to'g'ri bo'lishga muvaffaq qilsin. Chunki reallikda ixlos ba'zi vaqtda to'g'ri tushunilmay qoladi. Birinchisi, Alloh bilan inson o'rtasidagi bevosita Allohning roziligini ko'zlaydigan amallardagi ixlos. Masalan, namoz, ro'za tutish, Qur'on tilovat qilish, duo qilish deganga o'xshash sap ibodat xarakteridagi amallarda boshqa hech qanday bir g'arazning bo'lishi mumkin bo'lmaydi yoki bo'lmaslik lozim bo'ldi. Unda faqat va faqat Allohning roziligini ko'zlanadi. Ya'ni shu amal orqali Allohni rozi qilish, Allohni xushal qilish maqsad qilinadi. Agar buningga masalan namozga yoki Qur'on o'qishga yoki Qur'on yodlashga chiroyli ovozimni nihoyat qaltis chiqarib o'qisam, daha fayzi bo'ldi ekan degan shundan niyat aralashib qolgandan keyinla shuncha necha yil jafo tortib Qur'on yodlagan bo'lsa-mu, shu niyatini yuyib tashlamagacha uning o amali uni bayon degandek jannatga emas, balki do'zaxga olib boradigan bir amalga aylanib qoldi. Endi ikkinchi turdagilari inson bilan insonning o'rtasidagi muomaladagi ishlar va u Allohni natijasi e'tibori bilan rozi qiladigan ishlar. O qanday ishlar? Masalan, men yoki hammamiz ota-onamizga yaxshilik qilishni xohlaymiz. Masalan, biz uyga qaytgan vaqtda o'nziq kavob olib boraychi ota-onamga desak, shu vaqtda ko'nglimizda o'ylaydiganimiz nima? Men onamni bir xo'sh qilaychi, dadamni bir xo'sh qilaychi deb qilamiz. Endi biz bu yerda buni ba'zilar deyishi mumkin, sen Allohning rizoligini ko'zlamading. Sen bu ota-onangni xo'sh qilib deb qilding buni. Bu maqbul emas desak xato. Chunki amalning xarakteri yoki amaldan ko'zlangan maqsad asli ota-onasini xo'sh qilish. Ota-onasini xo'sh qilish islom cheklangan bir ish emas, aksicha islom buyurgan bir ish. Birinchidan uning islom ichida, islom ruxsat qilgan bir ish bo'lganligi birinchi shart. Ikkinchisi, shu ishning xarakterining bir maqsadga qaratilgan ekanligi. Masalan, o'xshashlar men bir do'stim bilan munosabatim texmi yaqin bo'lib ketsin deb uningga bir hadiya qildim. Mening maqsadim do'stim bilan bo'lgan munosabatimni yaqinlashtirish. Endi mening do'stim bilan bo'lgan munosabatimni yaqinlashtirish, sen bu orqali Allohning roziligini ko'zlamabsan deyilsa to'g'ri bo'lmaydi demakchi. Chunki hadiya Payg'ambarimiz hadisda deyilganiga o'xshash do'stlikni kuchaytirdi. Hadiyadan maqsad bayon qilgandek, shu amal muayyan bir maqsadni amalga oshirish belgilab etilgan bir amal. Ikkinchidan u ish islom ruxsat qilgan va buyurgan bir amal. Unda bo'lgandan keyin bizning kishilik turmushda, masalan, balamning ko'nglini xo'sh qilay deb bir ishni qilsak, qo'shnilarimizning ko'nglini xo'sh qilay deb bir ish qilsak, qarindoshlarimizning orasida bir ish qilsak, bu ixlos emas. Sen bunda bendining roziligini ko'zlabsa, Allohning roziligini ko'zlamabsan desa to'g'ri emas. Masalan, o'xshashli bir erning men ayolimni xo'sh qilay deb bir yaxshi ish qilishi, ayolningmi erining roziligini ko'zlab, erining rozi qilish uchun bir ish qilishi o'xshashla ixlos babidagi ishlar. Buni ixlosdan emas desak to'g'ri bo'lmaydi. Hamda ixlosning ahamiyatini bilib olish bizning ixlosni qo'llashimizga yoki ixlosni nihoyat chin tutishimizga menimcha muayyan darajada yordam berdi deb o'ylayman. Birinchisi ixlosning ahamiyati nima? Eng muhimi birinchisi Allohning oldida bizning amallarimizning maqbul bo'lishining oldingi sharti ixlos. Bayon hadislardami biz buni ro'shan ko'rdik.
tekrar söyleyişimizden haceti yok. Bizim alimler şunda bir narsani xulosalagан. Allohning oldida amalning maqbul bo'lishining ikki sharti bor. Menimcha mush ikki gapni barliq musulmonlar cho'qim bilishi lozim deb o'ylayman. Hatto xuddi men mush ikki ishni bilish bir musulmonga nisbatan bir farz ayindek o'ylayman. Chunki o amalning maqbul bo'lish shartini bilish degan gap. Sen ming amalni qilgin, uning Allohning oldidagi maqbul bo'lish shartlarini bilmasang, vaqtda bu amaling zoya bo'lib ketishi mumkin. Birinchisi, amallarda ko'zlangan maqsad cho'qim Allohning rizosi bo'lish, ya'ni ixlos bo'lish birinchisi. Ikkinchisi, amallarning shakli, usuli, qilinish tarzi cho'qim payg'ambarimiz o'rgatgan shaklda bo'lish, ya'ni sunnatga uyg'un bo'lish. Mushi ikki shart ado bo'lgan ahvol ostida ondan Allohning oldida amallarimizning maqbul bo'lish ehtimoli bor. Shuningdek, birinchi muhimlik nuqtasi bu yerda. Masalan deylik, İmam Buxoriyda kechgan bir hadis bor. Tapdan chiqqan bir ayol çölde. Nəhayət əxlaqdan çıxan bir fahişə ayol çöldə heç qanday bir narsa yox bir yerdə. Nəhayət ustab ketgan bir itni uçurtub qaldı. Şunlar bu itni nəhayət iç ağırtıb, bu itni qanday qıldı? Üzünün ütkünü silib, quduqdan su usub, şu itnin ussuzluğunu qandırıb qoydu. Şu əməli tüpəylidin, yəni şu əməldəki ixlası tüpəylidin, Allah onun günahlarını məğfirət qılıb, onu cənnətə kirgizdi deyə hadis var. O nəhayət başqa əməllər haqqında toxtalmasak mı buldu? Anın karakterdilen bileleyimiz. Ama şu bir ihlas, yani çünkü kattı çok bir neticeni ekilişke sebep bulalıdı. Yani ikincisi, yani en mühim bir ayet var. Allah'ın dergahıga fakat ve fakat, yani illa men etellaha bi kalbin selim. Yani Allah'ın dergahıga fakat sağlam kalp bilen kelgen kişi gila payda yetkizildi. Meyli siz tağdak emelini götürüp verin. Bu emelinin tigi de ihlas bo'lmasa payda yetkizilmeydi. Fakat ve fakat şu kalbinizde. Aşı ihlas bak kalp bulalasa kalbiniz. Anadan keyin sizge payda yetkizildi deydi. İkinci en mühim ehmiyeti ihlas bizim hayatımızda, bütkül hayatımızda ibadetga aylandıralaydı. Biz hayatta nukul namaz, roza, zakat, hac qilish deganga o'xshash konkret ibadetlerini qilishdan boshqa nurg'un iqtisodiy faoliyatlar bilan shug'ullanamiz. Do'kon ochamiz, pul topamiz, savdo qilamiz, hatto chiniqimiz, o'rganish qilamiz, kitob o'qiymiz. Amaliyotda hayotimizning 24 soatga 2-3 soat vaqti ibodatga ketsa, qolgan vaqtda biz normal dunyolik faoliyatlarni qilamiz. Agar biz niyatimizni durust qilsak va shu qilgan ishlarimizda ixlosni singdira olsak, bizning o'sha amallarimiz avtomatik holda ibodatga aylanib ketadi. Agar men sog'lom bo'lay, sağlam buluş orqali texmi yaxshi ibodat qila oladi ekanman yoki Allohning dini uchun, vatan millat uchun texmi yaxshi xizmat qila oladi ekanman deb chiniqsa biraylar. Har bir yugurgan qadamiga Alloh ajr berdi. Payg'ambarimizning bir hadisi bor. Agar birisi bir otni bir Alloh yo'lidagi jihad uchun baqsa, u otga yegizilgan narsa, ichgizilgan narsa, hatto uning tizaklari şu narsalarga kadar Allah hammasiga ajr beradi deydi. Ama yana bir otchi unda emas. Agar birisi o otni beygi uchun, mutakabbirlik uchun, boshqalarga ko'z-ko'z qilish uchun baqsa, bu ot uningga foydali emas, balki ziyon akiladigan bir ot bo'ldi. Ya'ni o'xshash ot, o'xshash beqish, ammo ixlos tufaylidan farq nihoyatda cho'ng. Biz ibodat uchun yaratildik. Allah Qur'oni Karimda bizning hayot maqsadimizni bir qancha oyatda tushuntirdi. Shuning ichidagi birisi nima? Hayotim, mamatim olamlarning parvardigori Allohdir, Alloh uchundir. Ya'ni ibodat qilish uchun yaratildim deb sura Zariyatda yana bir oyat bor. Demak, bizning butun hayot maqsadimiz ibodat bo'lsa, bu ixlos bilan birikkan vaqtda undan keyin u maqsadga yeta olamiz. Bo'lmasa normal ahvolda bizning qilgan boshqa barliq ishlarimiz, pul tepishlarimiz ibodat hisoblanmaydi. O ixlos qo'shilgandan keyin ibodat hisoblanadi. Uchinchisi, bir qalbga ixlos yerlashgandan keyin o qalb egisi belki dunyodagi eng yuksak, eng tinch bir qalbiy xotirjamlikka erishadi. Chunki ixlos degani nima? Ixlos deganimiz qilgan amallari orqali faqat va faqat Allohning roziligini ko'zlab, başka insanların özünün emeli ve özü hakkında nemi deyişidin bütünley qutulup çıkış, onundan hali bulaş,
başkalarının bahası, sözleri, qarashlarının ta'siriga uchramaslik degan gap. Agar bir inson ve bir insonning dadi Allah'ni rozi qilishdan bekrak bandani rozi qilish bo'lib ketgan vaqtda, anandan keyin shu inson dunyodagi eng baxtsiz bir odamga aylanishi mumkin. Chunki insonlar o kadar ko'pki ve ularning atrofimizdan bizdan istaydigan istaklar o kadar har xil ve o'zgarishchanki, agar biz Allohni qo'yib, shu atrofdagi kishilarning roziligini ko'zlashga kirishib ketsak, hech bir insonni rozi qilolmaymiz. Oxirida hatto o'zimiz rozi qilolmay ko'nglimiz yerim bo'lib qoldi. O'zimiz dard alamga mubtalo bo'lamiz. Shunga ixlosning qalbni xotirjamlikka erishtirganligi nihoyat muhim bir mazmun. Shu Alloh Qur'oni Karimda bir o'xshatish keltirgan. O ayetning mazmuni shu. Bir kul var. Bu kulun iki xo'jayini var. Bu iki xo'jayinni rozi qilish uchun tirishdi. Ama oqibatda hech qaysi rozi qilinmay, o'zi ziyon tortib qoldi. Xuddi shunga o'xshash, agar biz rozi qiladiganlarimiz atrofda nihoyat ko'p bo'lib ketgan vaqtda, niyatlarimizga har xil g'araz qo'shilgan vaqtda, masalan, men ma'no bilan munosabatni yaxshilash orqali kelgusida bundan foydalanay deb o'ylasak, undan keyin foydalanmagan vaqtda ve bu munosabatga biz bir turkum mablag' solganda, deyli, biz o maqsadga yetolmagandan keyin bu bizning nihoyat ko'nglimizni yerim qiladigan bir ishga aylandi. Biz ziyon tortgan bir hissiyotga kelib qolamiz. Chunki biz unda qilish uchun bir olam mablag' soldik bu ishga. Vaqtimizni sarf qildik, ammo yetolmadik. Xuddi shunga o'xshash hayotimizda bu xil ishlar intayin ko'p uchraydi. Faqat va faqat qalbimizda Allohning rizosi hokim o'rniga o'tgan vaqtda qo'shimcha istaklarning bizni bearam qilishini oldini ola olamiz. İnsanın dünyada yaşadaki en çok maqsadlarining biri xotirjamlik. Yani baxtga erishish. Mana shu baxtga erishishning eng ichki sabablarining biri qalbda shu boshqa insonlarning baholari nima deydigandi? Mani qilsam meni maqtamdigandi yoki maqtagan bo'lsa ekan, meni taqdirlasa ekan, meni olqishlasa chavak chas ekan degan mushu savdoga tushgandan keyin insonlarning dardi boshlandi. Çünkü insan hiçbir zaman insanlardan kütken o alkışıga özü oylagan miqdar ve şekilde yetenmeydi. Yetenmegenlik için onun derdi artıyıverdi, köpüyüverdi. Muşu manada Peygamberimizden munda bir hadisinde diyen. Kim ki bütün nişanını birle nişan kılsa, yani bütün nişanını fakat Allah'ın rızası kılsa, Allah Teala onun dünyadaki barlıq nişanlarına kupaya. Yani Allah'ın razılığıyla erişini nişan kılsa, onun başka barlıq nişanlarına Allah yetkizidi diyen ma'noda ben acaba. Ondan keyin qandaqligi odamning nishoni bir qancha yerga chechilib ketsa, Allah uning bu dunyoda qaysi va'dada halok bo'lishiga parvo qilmaydi. İmam Hakim ve Beyhaqi rivayet kılgan hadis. Mesela bu bizim realligimizni ne kadar yaxshi aks ettirib bergan. Biz Allah'ın rızasını közlesek, maqsadımız yetken bulumuz diyenmegenlikimiz için onun nurgun niyetimizge başka garazlarını koşup kalımız. Şunun bilen biz nurgun vaadalarda tenir kayımız. Yerde Peygamberimiz deydi, eğer aşı ahirki gaydiler çın tutsa, başka uşak düşecek maqsadlarına Allah yetkizidi. Eğer onda bu olmasa şu, her xil nişan, her xil gaylarning keynidin tipçeklep, pitirap yürüp, ahirde qaysi vadida halak buluşu bilen Allah kar olmaydı, deydi. Naydı çoğunkur ma'nigi gibi hadis. Şunlaşqa, insanlığa yaraş derdimiz, Allah'a yaraş derdimizni besip düşken vakitte, çokum imanımızda bir sorakta atışımız lazım. Dördüncüsü, ihlas bir müminin güç menbesi. Yani bir müminin hayattaki güç menbesi ihlas. Enes İbn Malik radıyallahu anh rivayet kılıp deydi, Peygamberimiz bundak degen. Allah zeminni yaratkanda zemin tevreşke başladı. Şunun bilen Allah tağını yaratıp zemin üstüge yerleştirgende zemin toxtudu. Şunun bilen periştiler sorudu. Ey Allah, tağdın mı güçlük yine bir nerse bağ mı? Diyendikin bağ. Tömür güçlük dedi. Şunun bilen periştiler yine sorudu. Tömürdün mü güçlük ne mi bağ? Diyendikin tömürdün güçlük yine nerse bağ? Ot.
Belki ot tümörünü eritəligenlik üçündür. Ot dedi. Şuna bilan otdun mu küçlük nima bor dedi. Su dedi. Sudun mu küçlük yine qanday narsa bor debdi, şamal dedi. Ahirda şamaldın mı küçlük nima bor degandan keyin payg'ambarimiz dedi ki, o'ng qo'li bilan bergan sadaqani so'ng qo'li bilmaydigan odam. Eng yomoni mushu dedi. Ya'ni shu odamning ixlosi mana yuqorida degan barliq narsalardan kuchli. Deb shunday. Bir insonning g'oyasi Allohning rizosi bo'lish degan gap inson tasavvur qila oladigan eng yuksak g'oya shu dunyodagi eng yuksak g'oya shu bir musulmonga nisbatan. İnsanın energiyasi uning g'oyasi bilan o'ngtanasib. Biz qancha yuksak ulug' narsani maqsad qilsak, bizning vujudimiz shuncha kuch-quvvatga to'ladi. Qancha past, tuvan narsani maqsad qilsak, bizning tirishchanligimiz shunga loyiq shaklda tuvan va ojiz bo'ldi. Beshinchisi, endi ixlos biz qilmagan bir ishdimi bizni Allohning oldida ajrga erishtirdi. Masalan biz bir ishni qilmoqchi, ammo qilmadik. Eğer ihlasımız pakizli olsa Allah aşı kılmagan işkimi niyetimiz sebebiden kılganga okşaş ecri burdu. Peygamber Aleyhisselam Tebük gazetinden kayıtıp gelgeçkenek sahabelerge dedi. Medine'de bir türküm kişiler var. Ular özlüsü sebebiden biz okşaş seferge çıkanmadı. Biz meyle kaysı çığır yolladın, kaysı yolladın mağaylı. Ular xuddi biz bilen okşaş muşu seferini baskanının ecrini alalaydı dedi. Sebebi nima? Çünkü onun asli çıqqısı bağ idi. Çıqqısı bağ ekanligidan ibaret muşu ixlosi ularni shu amalni qilmasimi o'xshash maqomga ega qildi. Çünkü Peygamberimiz yana bir hadisida inson o'zi so'ygan narsasi bilan biladi degan. Masalan, bireylar shahid bo'lish orzusi bor. Ammo har xil sabablar tufaylidan shahid bo'lolmagan bo'lsa, Peygamberimiz hadisida uchuq degan. Agar haqiqatan uning niyati shahid bo'lish bo'lsa, Alloh uni shu shahidlik maqomiga yetkazdi degan. Endi uni haqiqatan shundan niyat qildimi, qilmadimi, bayon deganimizdek, o'zi va Allohga ma'lum bir sir hamdi. Endi 6-inchisi bizga nisbatan muhim bir tarafi, ixlos bizning Allohning yordamiga erishishimizning oldingi shartlaridan biri. Ya'ni nihoyatda muhim vasilalardan biri. Alloh Qur'oni Karimda mundaq deydi. Alloh sizlarni quruqlikda dengizda safar qildirdi. Sizlar o'ltirgan kema mayin shamolda mengayotgan va bu shamoldan insonlar xushal bo'layotgan bir vaqtda tuyuqsiz boran çıkıp kimi öldü. Şunlar insanlar taraf-tarafdan çıkan boranның dolqunның arasında kaldı. Kimidikiler qorşuvelenganlıqqa, endi tugishibdimiz deganga jazm qiladi. Dal shu vaqtda ular cho'qingan boshqa barliq narsalarni tashlab turib, "Ey Xudo, agar sen bizni bu baladan hozir qutqizsang, biz cho'qim sana shukr qilguvchilardan bo'lamiz" deb chin ko'nglidan duo qiladi. Ya'ni Qur'onda bu oyatning arabchisida İhlas bilen dua kılıdı deb kelgan. Yani muhlisina lahuddin. Yani bütün ihlas bilen dua kılıdı. Şunun bilen Allah ularni bu baladan qutqizdi. Ammo qutqizgandan keyin ular yana yer yuziga chiqqandan keyin o'zining yomon yo'lida, buzg'unchilik yo'lida mengayverdi. Endi mayada shu xato yo'ldagi kishilarmi, shunda jiddiy paytda ihlos bilen dua qilganligi uchun Allah uni qutqizdi. Biz bugünkü kunda Uyg'urlar qutqizilishga muhtoj. Biz Riyozi Solihinda o'tgan neliq hadisini eslab baqala biz burunni so'zlagandik. G'arga qapsilib qolgan uchaylarning amali. Biz buni birdan-bir so'zlamaymiz hozir. Bilamiz chunki. Allohning oldida ularning g'ardan qutqizilishida Allohga arzigan eng muhim narsa nima? Ularning amali emas aslida. Shu amali orqali ifodalagan yoki shu amaliga turtki bo'lgan ixlosi. Çünkü ular şu amelini kılgan vaxtida, ular qandaq vaqtda o amellerini vesile keltirdi. Çünkü oylab bakıp, bütün hayatında kılgan amellerinin içinde. Bütün hayatında kılgan amellerinin içinde, muş amelimki belki başka niyet, başka garaz aralışıp kalmagan buluşu mümkün deb, şun amelini vesile keltirdi. Şunun bilen Allah onu kabul kılıp, gardan qutqizib qo'ydi ularni. Şöyle bizning bu siyasi kurashlerimizda davalarımızda kılıvatkan barlık çok küçük siyasi, ictimai ve hususi ibadetlerimizde fakat ihlasla kılsak, Allah bizden bu ihlasımızda kubul kılsa, hatta biz Allah'ta başkaça etkanda, yüzümüzde bu pak gubarsız niyeti, ihlası veren tesirlendirebilirsek, gerçi düşman kançı güçlük buluşuna katli nazar, Allah bizge bütünle yardım kılışı, bizni xuddi gardagilarni qutqizgandek, bizni qutqizishi mumkin. Yoki qutulish yo'lini bizga o'rgatishi va ko'rsatishi mumkin.
Hani yettincisi ahirada. Bizden bugünkü günde nayeti çoğun bir məqsədimiz var. Yani özümüzün vətənini qaytırıb eliş. Özümüzün dövlətini kuruş. Yani müstakilligimizga erişiş. Özümüzün siyasi, dini erkinligini qo'lga keltirish. Muşu yoldaki kılıngan barlıq siyasi mücadele ve muşu dava yolda menayotgan barlıq çoğun kichik kişiler eğer niyetini bulsa, uçuk desek, niyetiga her xil g'araz aralashtirsa, yoki bir qahramon bo'lish g'arazi, tarixga ismini yozish g'arazi, yoki mening kaynim dilla egessin, mening tashkilotim g'alaba qilsin, ya'ni mening munorim tiklansin, uning tiklanmasin degan bu shunday yomon niyat aralashgandan keyinlar, endi kesib aytili biz chiqish nuqtasidan mangmay turib mag'lub bo'ldik. Bizga Xitoyning mudohala qilishining, aramizga josus deb qo'yishining hojati yo'q. Bizning mushu niyatimiz, mushu g'arazlarimiz, mushu maqsadlarimiz bizni mag'lub qilishga to'liq yetarli. Oxirida shuni eskartgim keldi. Jaloliddin Rumiyning bir gapini o'qigandim ayni vaqtda. Qalbni paklash, bir insonning qalbini paklash, xuddi hojatxonani paklashdanmi qiyin deb shunda degan. Bu gap ayni vaqtda bana ta'sir qildi. Men bayonma dedim. Biz tutalaydigan, tutuşumuz en qiyin bo'lgan bir suhbat deyishimning sababi, masalan, en aqallisi deydi, biz bir amalni boshda yaxshi niyat bilan boshladik. Masalan, men o'zimni misol qilay. Men mushu so'zni, shu Ramazondagi mushu so'zlashni men Allohning roziligini ko'zlab boshladim. Ammo keyin boshqalar menga masalan meni vaqtida deydi yoki yaxshi inkaslarni yozdi desa, asta bu mening g'arazimga, niyatimga ta'sir qilib va shayton qutritib, mesela texmi yaxshi so'zlashga tirishkin, texmi jiq kishi sana ergashsin, texmi jiq yurak tashlansın, texmi jiq olqishga erishkin, texmi qaltis odam bo'g'in degan vasvasalarga kirib qolsam va bu mening harakatimdagi asosli harakatlantiruvchi kuchga aylanib qolgan vaqtda, o chog'da mening bu qilgan amalimning Allohning oldida hech qanday qimmati yo'q. Ya'ni demakchi o'g'lim, biz namozni bir niyat bilan boshlab oxirida tugatib olamiz, Allohga shukr deb duo qilib qutula olamiz. Ammo boshqa amallarda her vaqt bizning nefsimiz ve şeytanimiz bizning niyetimizni buzib turdi. Bizning niyatdan iborat bu pokiza narsamizni her vaqt loy aralashtirib, suv aralashtirib, uni g'uborsizligini o'zgartirib yetibmoqdi. Shunlashqa biz mangu her vaqt o'zimizning nafsi bilan jihad qilishga, ya'ni haqiqiy mujohid bo'lishga muhtoj. Payg'ambarimiz bir hadisida shunday degan: haqiqiy mujohid, ya'ni mujohidning kattasi o'zining nafsi bilan jihad qila olgan kishi degan. Ahirda bir usul bilan gapimizni oxirlashtiraylik. Ya'ni ixlosmand bo'lish o kadar taskin, endi qanday qilganda ixlosmandligimizni qo'ldan bermaymiz. Yoki bu xuddi nimaga o'xshaydi? Biz mashinada tuz yo'lda mangsak, pat bizni uyqu besib qoladi. Shuni bilan mashinamiz asla yo'lning ikki tarafiga chiqib ketishga boshlaydi. Bir musulmon bo'lish mushu mashinani haydashga o'xshaydi. Bazı vaqtda uyqumuz keldi, shunga asta yo'lning sirtiga chiqib ketishga boshlaymiz. Bayam degandek, bir amallarni qilamiz, bu amallar bizni asta ixlosimizni toydirib, bizni yomon yo'llarga, boshqa g'arazlarga boshlashga boshlaydi. Unda vaqtda qanday qilamiz? Darhol uyqumizni ochamiz, darhol rolni tortib yo'lning o'tiriga kiramiz. Buning usuli nafsimiz bilan hisoblashib turish har vaqt. Har vaqt buni boshqalar deyishdan burun. Masalan, biz ibodatlarimizni bid'atdan poklaymiz deymiz. Qiraatimizni yaxshilash uchun tajvidimizni yaxshilaymiz, g'alati o'qishni tashlaymiz deymiz. Bu zohiriy ibodatlardagi islohot nihoyatda muhim albatta. Ammo mening uchun eng muhimi bulardan muhim hatta. Bizning qalbimizdagi shu o'y g'arazlarni har vaqt pokizlab turish. O'yni qanday pokizlagan bo'lsak, masalan biz qaysi odam o'zining uyini men bugun uyni pokizlab etdim, endi pokizlamsam bo'ldi deya oladi. Unday emas. Bir vaqt o'tgandan keyin uy axlat bo'lishga boshlaydi. İnsanning qalbi uyga o'xshaydi. Agar pokizlab turmasa, axlat bosadi. Chang tuzon qunudi. Shunlashqa bir odam o'zining qalbiga qaytib turib, shu amallarni qilgan vaqtda agar uning boshqalarning maqtishi sal xo'sh yiqib qolgan bo'lsa, shu ishni qilishdiki harakatlantiruvchi kuchi muddaosi boshqalarning olqishidan kelgan bo'lsa, u darhol o'ziga qaytib, "Yo'q, unda qilma" deyilgan vaqtida o'zining nafsini xuddi ustalga qo'yib qolib turib, mikroskopda kuzatganda kuzata olsa va mushuni odatga aylantirsa, xuddi pat uyqusini ichib to'g'ri yo'lga kirib olgan shofirga o'xshash, ixlosidan chetnab ketmaydi. Gerçi pat qiyib ketsin, to'g'ri yo'lda mang'alaydi. Chunki biz ojiz.
nefsimiz var, şeytan var dünyadaki. Bulup mu bugünkü dünyada ixlosimizga düşmanlık qiladigan omillar intayin ko'p. Mana mushunday bir murakkab dunyoda ixlosman bo'lash, xuddi hiliqi hadisda deyilganidek, shunday bir davrlar keladi. Musulmon bo'lash, ya'ni iymonda ching turish, alqanda cho'g'ni saqlagandanmi qiyin degan hadisga o'xshash, bugünkidek hamma narsangizni bozorga sog'ilib bo'ldigan. Har qanday ovozingiz, sadoyingizni dunyoga chiqarib bo'ldigan. Bunday bir davrda ixlosman bo'lash, başka dünyaviy g'arazlardan pokiza bo'lash dal alqanda shu cho'g'ni saqlaganga o'xshash bir qiyin ish bo'ladi. Shu oxirida hammamizni Alloh ixlosman bo'lishga nasib qilsin. Shundaqla ixlosman bo'lgandan keyin men ajab ixlosman bo'lib ketdim-a deb, yine ixlosmanlikdan teyib ketishdan saqlasin.